Men ismim Nasiba, 91-yilman. Bu sohada, o'zi aslida bunaqa sohada 2015-yildan beri shug'ullanib kelaman. Aynan Daryo Paluchay, ber va ol dunyo bo'ylab insonlar bir-birini do'stona qo'llab-quvvatlaydigan jamiyatda salkam 1 yildan beri o'z faoliyatimni olib boraman. Azizlar, men ham xuddi siz kabi eshitganman, tinglaganman, qaror qabul qilib ishni boshlaganman. Kichkinagina summada ish boshlanadi va doimiy daromad olish imkoniyati aynan siz va bizga beriladi. Bu yerda judayam ko'p ishtirokchilar bor. Yoshi ulug' yoshlarimiz ham bor, salkam 80 ga kirgan ishtirokchilarimiz ham bor, 11 yoshli, 16 yoshli ishtirokchilarimiz ham bor. Bu yerda haqiqatdan siz doimiy daromadlar egasiga aylanasiz, haqiqatdan ham. Lekin siz bunday daromadlarni olish uchun kun davomida 2 soat va bu 2 soat vaqtni o'zingizga moslashtirib olasiz. Qachon vaqtingiz bo'lsa, o'sha vaqtda bu faoliyatni olib borasiz. Bu yerda sizga sovg'alar keladi. Sovg'alar bu sizga kelayotgan daromadlar hisoblanadi. Daromadlar qatorlardan, insonlardan keladi. Qatorlar bor 7 ta. Har bir qatorda doimiy sovg'a olish imkoniyati bor. Birinchi qatordan sizga 150 ming so'mdan 8 marta olish imkoniyati, ikkinchi qatordan esa sizga 450 ming so'mdan 8 marta olish imkoniyati. Savol tug'iladi, men 8 martadan oldim, 8 martadan olsam bo'ladimi? Albatta, men bekorga ekranni ulamadim. Haqiqatan o'zimda shaxsan birinchi qatorni o'zida 39 marta, hozir 39-marta Qizilda sovg'a oluvchiman. Bronza doskada, ya'ni ikkinchi qatorda 8 marta 450 mingdan oldingizmi, yana 8 marta olish imkoniyati bor. Bu jarayon cheksiz davom etadi. Sovg'alar tariqasida keladi. Ikkinchi qatorda esa hozirda 10-marta Paluchatelikda turibman. Uchinchi qator bor. Uchinchi qatorda sizga 1,5 milliondan sovg'alar keladi. 1,5 milliondan 8 marta olganingizda 12 million so'm bo'ladi. 12 million so'm va bunday sovg'alarni yana takror olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. 4-qatorda 4,5 milliondan 8 marta keladi va 4,5 milliondan yana takror olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi shu joyda aytib o'tmoqchiman, bu daromadlarni olish uchun siz aytdingiz kichkinagina summada. Haqiqatdan siz bu yerda 150 ming so'm bilan ish boshlab, navbatingiz kelganda 8 marta olish imkoniyati, 1,200,000 bo'lganda, agar imkoniyatingiz bo'lsa 450 minglik joyni ham ochmasangiz bo'ladi. Bittaga insonni qo'llab bir martaga sizni navbatingiz kelganda 8 marta olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu yerda boya aytganimdek butun dunyo ishtirok etadi. Sizni navbatingiz kelganda 150 ming so'm bilan olyapsizmi? Sizga kimlardir sovg'a beryaptimi? Ular biladi. Sizni bir martaga 150 ming so'm bilan qo'llab yuborsa, o'zini navbati kelganda 8 marta olishini biladi. 450 minglik joyda ham xuddi shunday, 1,5 millionlik joyda ham xuddi shunday, 4,5 milliondan 8 marta olish imkoniyati berilganda ham xuddi shunday imkoniyat beriladi. Siz bu yerda 7-qatorda 150 milliondan sovg'a olish imkoniyatisiz va bu sovg'alarni olgungacha ham pastki qatorlardan etapma-etap sovg'alaringizni olib borasiz. Siz bir martaga, yana takror aytaman, 150 ming so'm bilan har kuni daromad olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hozir men bu videoni olib qo'yaman-da, qanday qilib daromad olinadi, shu bo'yicha ma'lumot beraman.